Bizga, dinlarimizga, o'zining roziligiga muvofiq bo'lgan shariat ahkomlariga xilof bo'lmagan so'zlarni ilhom aylasin. Muhammad Shokir Xubariyning Durratun Nosihin kitoblarida keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Man jalasa indal olimi sa'atayn aw sami'a minhu kalimatayn أو مشي معه خطوتين أو أكل معه لقمتين أعطاه الله جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. Juda fasohatli hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki ilmli insonning oldida 2 soat o'tirsa yoki 2 kalima so'z eshitsa yoki 2 luqma ovqat birga yesa yoki 2 qadam birga yursa, undek insonga Alloh taolo 2 ta jannatni ato qiladi va bu jannatlarning har biri dunyoga nisbatan 2 barobar bo'ladi deb aytdilar. Mana shu hadisga qaraganda ota bobolarimizdan qolgan urf-odat, ahli ilmlardan olgan ovqat yoki boshqalarni tabarrukona yeb qo'yishlik, shundan tanovul qilishlik aynan demak insonda 2 dunyoga nisbatan 2 barobar bo'lgan 2 ta jannatga yetishiga sabab bo'lar ekan. Bu shunchaki odamlar o'ylab topgan narsa emas. Albatta bu o'rinda ahli ilmlarning fazillari ham bor. Bizda ahli ilm deganda ba'zi insonlarning hayolotida faqat farishtani singari begunoh odamlar deb ko'z oldida gavdalanadi. Lekin aslida har bir insonni ham o'ziga yarasha xato, kamchiliklar va nuqsonlari bo'ladi. Agar hamma kamchilik, nuqsonlarni inobatga oladigan bo'lsa, hech qaysimiz hozirgi ulamolarimiz mikrofonni ushlab ko'pchilikka nasihat qilishga munosib bo'lmaydi. Xatolarimizni aytib, biz bunga munosib emasman deb o'tiraversak, bunda demak islomni targ'ib qilishlik to'xtab qoladi. Shuning uchun ba'zi bir ulamolar tomonidan, ahli ilmlar tomonidan shu ilmiy suhbatlar yetkaziladi. Endi banda shu odamda deb uni gunohni istashni o'rniga o'sha olgan ilmi, o'rgangan ilmini hurmatidan hurmat qilib qo'ysa, demak yuqoridagi hadisga nisbatan olinganda katta ajrlarga ega bo'ladi. O'zi aslida bir odamni peshini tutadigan bo'lsa, peshini odatda tashqarisidan ushlaydi. Agar to'nini peshini ichidan ushlasa, u odamda avrat ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun ham ulamolarni, ahli ilmlarni hurmat qilganda bularning yaxshiliklarini ko'proq e'tiborga olish kerak. Ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa, agar o'zining imkoniyati bo'lsa, aytsa boshqa gap. Va ba'zilarda esa biz bilmagan boshqa bir hikmat bordir. Shuning uchun yana boshqa bir hadislarda aytadilarki, ulamolarimizdan eshitganlarimizda, kimki ahlul jannatni, ahli ilmni hurmat qilgan bo'lsa, meni hurmat qildi dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kimki meni hurmat qilsa, Alloh taoloni hurmat qiladi. Kimki Alloh taoloni hurmat qilgan bo'lsa, Alloh taolo u bandani jannatga kiritadi degan. Ilohiy Parvardigori ahli ilmlarga bo'lgan muhabbatlarimizni ziyoda aylasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Robbi zidni ilma. Amin. Allohu akbar bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.